Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi videomiz, ya'ni sizlar bilan ta'bir qiladigan tushimiz oy haqida bo'ladi. Tushda oyni ko'rishlik nimalarga ishora bo'ladi? Ta'birchilardan Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi oy podshoh bo'ladi, xususan agar u to'liq oyni tushda ko'rgan bo'lsa, bu podshoh, ya'ni hozirgi davrda yurtboshini ko'rgan hisoblanadi. Tushda oyning ikkiga bo'linganligini ko'rsa, podshoh vazirining halok bo'lishiga ishora bo'lar ekan. Agar oyning o'zi bilan so'zlashganini ko'rsa, odamlar undan zulmga qarshi yordam berishini so'rab, adolatni qaror topishini iltimos qilishiga ham ishora bo'ladi. Agar oy u bilan so'zlashsa, ulug'lik topishiga ham ta'bir qilinadi. Tushda ikkita oy bir-biriga bilan jang qilayotganligini ko'rsa, ikki podshoh bir-biri bilan urush qilishiga dalil bo'ladi. Ya'ni ikki davlat o'rtasida urush kelishib chiqishi yoki nizo paydo bo'lishiga ham ishora bo'ladi. Agar o'sha ikkita oyning birining yiqilganligini, parchalanib ketganligini yoki nuqson topganligini ko'rsa, o'sha ikkita podshohdan bittasining podshohligidan tushishi, ya'ni mag'lubiyatga uchrashiga ham ta'bir qilinadi. Yana boshqa bir ta'birchilarning ta'biriga ko'ra, tush ko'ruvchi tushida oyni qo'liga tutganligini yoki quchoqlab olganligini ko'rsa, xotin olishiga, ya'ni tush ko'ruvchi xotin olishini bildiradi. Ya'ni uylanmagan kishi bo'lsa uylanishiga, yoshi katta insonlar esa xotin olishiga ishora ham bo'ladi. Agar bu tushda, bunaqa holatdagi tushda ayol kishilar ko'rgan bo'lsa, turmushga chiqishi yoki boshqa narsalarga ham ta'bir qilinadi. Agar oy hilol to'lmagan holatda bo'lsa, oladigan ayoli, xotini naslu nasabi jihatdan o'zidan ham, ya'ni past bo'lishiga dalil bo'ladi. Agar bu tushni ayol kishi ko'rgan bo'lsa, bo'lajak eri aytilgan sifatda bo'lishiga dalil bo'ladi. Tushda oyning ravshan va pokiza ekanligini va uyga nur sochayotganligini, ya'ni o'z xonadoniga nur sochayotganligini ko'rsa, o'sha uydan xotin olishi yoki undan foydalar topishiga dalil bo'ladi. Tushda oyni nimadir to'sib qo'yganligini ko'rsa, podshohning vaziriga nisbatan o'zgarib qolishi, ya'ni munosabatlari o'zgarishiga ham ta'bir qilinadi. Agar oyning tutilganligini ko'rsa, vazirning ahvoli yomon bo'lishi va mansabidan ketishiga ham ta'bir qilinadi. Yana boshqa bir ta'birchilarning fikriga ko'ra, ya'ni ta'biriga ko'ra, tushda oyning to'liq oy ekanligini, o'z joyida bo'lib, nuri uyning oldiga tushib turganligini ko'rsa, o'sha uy ahliga podshoh yoki vazir tomonidan xayr manfaat topishiga dalil bo'ladi. Agar oy to'lin oy bo'lib, biroq nursiz ekanligini tushida ko'rsa, unga yoqimsiz holat yoki bo'lmasa xafarchilik yetishiga dalil bo'ladi. Agar oy hilol oy ko'rganligini tushida ko'rsa, nuri ko'payib borganligini yoki to'liq oyga aylanganligini ko'rsa, farzand tug'ilishi yoki podshoh yoki vazir bo'lishiga, biror bir mansabni egallashiga ishora bo'ladi. Agar hilol o'z joyidan chiqmaganligini ko'rsa, farzand tug'ilishi yoki odamlarni g'am anduhga soluvchi bir og'ir ishga mubtalo bo'lishiga ham ta'bir qilinadi. Ba'zi ta'birchilarning aytishicha, kimdir tushida oyni ko'rsa, o'sha diyor podshohining uyida o'g'il tug'ilishiga ham dalil bo'ladi. Agar oyning nurining ko'pligini ko'rsa, o'sha farzandining uzoq yashashiga dalil bo'ladi. Agar oyni to'lin holda ko'rsa, umri o'rtacha bo'lishiga ham dalil bo'ladi. Oyni nuqsonli holda ko'rgan bo'lsa, tush ko'ruvchi podshoh yoki vazir xizmatida mashg'ul bo'lishiga, ovora bo'lishiga dalil bo'ladi. Yana boshqa bir ta'birchilarning ta'biriga ko'ra, tushda oyni qo'li bilan olganligini yoki oyning quchog'iga kirganligini ko'rsa, dono va olim farzand tug'ilishiga dalil bo'ladi. Agar bu tushni podshoh yaqinlaridan biri ko'rsa, farzandi podshoh bo'lishiga ham dalil bo'ladi. Tushida oy, quyosh hamda barcha yulduzlarni olganligini, barchasi qora va xira ekanligini ko'rsa, tush ko'ruvchining halok bo'lishi, ya'ni vafot etishiga ta'bir qilinadi. Agar tush ko'ruvchi solih odam bo'lsa, g'am anduhga tushishi, bemor bo'lishi, oqibatda shifo topishiga dalil bo'ladi. Yana boshqa bir ta'birchilarning aytishicha, tushda oyni ko'rish 17 narsaga dalil bo'ladi. Podshohga, vazirga, podshoh yaqinlariga, rahbarga, sharaf va obro'ga, do'stga, kanizakka, g'ulomga, yaramas ishga
ya'ni bir yomon bir ishga, hokimga, ya'ni biror bir tuman shaharning rahbariga, buzg'unchi olimga, ulug' boshliqqa, otaga, onaga, farzandga, ulug'likka va xotinga ham dalil bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Agar sizni ko'rgan tushlaringiz ushbu ta'birlarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, Telegram botimiz bor. Ushbu Telegram botimizga yozishingiz mumkin. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Ushbu videoni tushida oy ko'rgan kishilarga ham yuborib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.